Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Ma'lumotlarda agar dunyo ekraniga yangi video olyapmiz. Hozirda bizda 10 kilovatdan 50 kilovatga turgan stabilizatorlarimiz yetib kelgan. Hozir bilan to'liq obzor qilamiz. Sizlar bu donda kanalimizga bitta like bosasizlar, obuna bo'lsizlar va kommentariyaga yozib omad so'zini yozsalaring, albatta videoda aytiladigan narxlardan ancha kamini qilib beramiz akalar. Unda birinchi o'rinda boshlaydiganimiz Ratoni. Mana ko'rishingiz mumkin, bular Andeli va Ratoni 10 kilovatlidan boshlaymiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu 10 kilovatli stabilizatorimiz bo'ladi. Admotkalar 100% misli, mana shu ichidagi admotkasi bo'ladi akalar. Bu bittali admotkali, mana shu 10 kilovatga mo'ljallangan ixchamgina admotkasi bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin, bu ana shuni hisobiga o'zini to'k ishlab chiqarib beradi akalar. Buni narxi 2.800.000 so'm, albatta kambar o'zlari shitlariga joylashgan akalar. Keyingisi bu tomonda 15 kilovatli Ratoni, mana 110 dan 250 gacha, 250 dan 220 gacha tushirib beradi akalar. Bu admotkasi ozgina kattaroq bo'ladi. Buni 15 kilovatli Rato firmasiniki bo'ladi. Buni ham yonlarida shiti bor akalar o'zini. Va admotkasini sovutib berish uchun mo'ljallangan, mana bunaqa ventilyatsiya tizimi ham mo'ljallangan akalar. Buni narxi 3.200.000 so'm, albatta kam bor akalar. Keyingisi kattaroq 15 kilovatli 80 dan ko'tarib beradi, 250 dan tushirib beradigan, admotkasi katta bo'lgan 15 kilovatli stabilizatorimiz bo'ladi akalar. Bunda ham o'zini sovutadigan mana bunday ventilyatorchasi bo'ladi akalar. Ikkala tomonda ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Admotkasi 10 kilovatga nisbatan 2 barobar katta bo'ladi. Buniki ham 100% misli. Buni tekshirib ko'rib olasizlar. Buni narxi akalar $310, albatta kami bor akalar. Oz-moz kamini qilib beramiz. Keyingilari 20 kilovatli. Mana bu yerda ham mana 20 kilovatli ikkita 110 dan ko'tarib beradigan va 80 dan ko'tarib beradigan mavjud akalar. Hozir 110 dan ko'tarib beradiganini ko'rsatamiz. Mana bu admotkasi bo'ladi. Bitta admotka va ikkita zapas admotkasi bor, bitta va o'rtada ikkinchi admotkasi mavjud akalar. Buni narxi qancha ukam deydiganlar uchun akalar, buni narxi $530 kami bor, bunisi esa $570 kami bor. Buni ham bitta ko'rsatib o'tamiz, ko'rishingiz mumkin. Mana bitta admotka, o'rtada ikkinchi admotka va uchinchi admotka akalar. Buni narxi $570 ga $530 akalar. Keyingisi 110 dan ko'tarib beradigan 30 kilovatli stabilizatorimiz bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bunda ham xuddi shunday 3 ta admotkali mavjud akalar. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu bitta admotka, zapas, ikkinchi o'rtada admotka, zapas va ishlab turadigan uchinchi admotka. Mabodo bu admotka kuyib bo'ladigan bo'lsa, admotka qidiryapmizlar. O'zida ikkita zapas admotkasi bo'ladi akalar. Buni narxi $620, albatta kami bor. Keyingisi 30 kilovatli 280 dan ko'tarib beradigan akalar. Mana 280 dan 430 dan tushirib beradi. Mana bu 3 ta admotkali. Bitta admotka, o'rtada ikkinchi admotka, hozir ikkinchi admotka va uchinchi admotka. 3 admotka barobar ishlaydi va bu stabilizatordan xarid qilsalaring, sizlarga bonus futbolka qo'shib beramiz akalar. O'zida chiqqan futbolkasi. Mana o'zida ko'rishingiz mumkin, admotkalar bemalol ko'rib olasizlar. Buni narxi $750, albatta kami bor akalar. Keyingisi 40 kilovatli, mana 280 dan ko'tarib berib 430 dan tushirib beradi. Keyin 380 admotkadan ko'rishingiz mumkin. 6 ta admotka akalar. Ko'rishingiz mumkin, 6 ta admotka. 2 ta, 4 ta va 6 ta. 3 ta zapasnoy, 3 ta ishlab turadigan admotkalardan mavjud akalar. Ichidagi mexanizmni ko'rishingiz mumkin. Elektriklarimiz ancha yaxshi tushunadi buni. O'zini admotkalar kuyib bo'ladigan bo'lsa, zapasli admotkalar albatta mavjud akalar. Buni narxi akalar $1100, albatta kami bor. Buni ustiga ham xuddi shunday 40 kilovatli, ikkita 40 kilovat va ikkita 50 kilovat. 50 kilovatli stabilizatorimiz bo'ladi akalar. Bu mana ko'rishingiz mumkin. Buni ham xarid qiladigan bo'lsangiz, bittadan futbolkadan qo'shib beramiz. Hozir buni olib turamiz pastroqqa. Admotkalari shu zapasni, bunda ham 3 talik zapasli admotka va ishlab turadigan 3 talik admotkalardan joylashgan akalar. Admotkalar 100% misli, mana bu dachilar elektrik akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Bu toza 380 to'g'ri beradi akalar. Mana ko'rishingiz mumkin, shu stabilizatorimizni sizlarga $1350 ga dastlabkasi tekin holda Farg'ona viloyati bo'ylab qilib beramiz akalar.
Kimga xuddi shunday stabilizatorlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaversa, telefon nomerlarimiz pastda bo'ladi. 92/851 akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyatida, Marg'ilon shahridagi sentrida bo'ladi akalar. Telefon nomerlarini aytib o'tdik. Vodiy va Voha bo'ylab dastavkalar albatta kelishilgan holatda mavjud akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Video oxirigacha yurganlar uchun rahmat. Videoga like, podpiska va obuna tugmasini bosib, kommentariy yozib, omad so'zini yozsalaring, albatta sizlarga bonuslarni ham qo'shib beramiz va biz akada yaqinda 1000 ta obunachi bo'lamiz. Sizlar bunga o'z hissalaringizni qo'shsalaring, biz juda ham xursand bo'lardik akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat hammaga tomosha uchun.